2025-yilning muhim voqealigi sifatida tahlil etilayotgan 26 dekabr mamlakat prezidenti katta tashabbuslarni ilgari surgan kun. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi chindan ham mamlakatimiz uchun o'ziga xos burilish davridagi muhim hujjatdir. Tarixan qisqa davrda O'zbekiston yuksak natijalarni qo'lga kiritayotgan mamlakat sifatida dunyo ekspertlari, yirik siyosatchilar tomonidan e'tirof etilmoqdaki, bu aniq maqsad yo'lidan borayotgan davlatning istiqbolini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining murojaatnomasi bugun keng jamoatchilik muhokamasida bo'lib, bu tarixiy hujjatning ahamiyati o'rganilishi barobarida hayotga keng tatbiq etish bo'yicha seminarlar ham tashkil etilayaptiki, har bir inson murojaatning mohiyatiga yetib borishi asnosida jamiyatning yuksalishiga hissa qo'shadi. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Sirdaryo viloyati kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan seminar ishida kasaba uyushmalari faollariga murojaatnomaning ahamiyati tahliliy asosda yetkazildi. Olimlar, davlat va jamiyat ishida uzoq yillik tajriba to'plagan malakali mutaxassislardan iborat trenerlar tomonidan prezidentimizning tashabbusi keng tahlil etildi. Tinglovchilarga yanada muhim vazifa qo'yiladi. Joylarda tashkilot muassasalar xodimlari, aholining turli yosh qatlami keng jamoatchilikka murojaatnomaning ahamiyatini yetkazishdek mas'uliyat yuklandi. Zotan mamlakat taraqqiyotiga ko'zlangan maqsadlarga birinchi bosqichdagi yuksalishlar bilan yetib boriladi. Ya'ni har bir shaxs, har bir oila, har bir mahallada tashabbuskorlik, uyg'oqlik kayfiyati bo'lishi shart va bu ana shu nuqtada o'sishni, rivojlanishni beradi. Jamiyat, davlat taraqqiyotiga asos bo'ladi. Prezident murojaatnomasidagi 6 ta yo'nalish bir butun g'oya taraqqiyotning kalitidir. Yuksalib borayotgan davlatning hamkorlari ham ko'payib boradi. Bu murojaatnomada asosan 6 ta yo'nalish belgilab berildi-da. Birinchi yo'nalish mahallani rivojlantirish masalasi qo'yildi. Nima uchun? Agar mamlakatda muhtaram prezidentimiz aytganda, shu oxirgi 9 yildan beri ta'kidlab kelganlarga har bir mahallada agar rivojlantirish bo'lsa, bu jamiyat rivojlanadi. Agar mahalladagi fuqarolarning muammosi hal bo'lsa, uning tuzilmalarini rivojlantirsak, aholini muammosini hal qilsak, ularni rozi qilsak, uni o'sha obodonchiligini ishlab chiqarishini yo'lga qo'ysak, mahalla rivojlantirsak, ana mamlakat rivojlanadi. Yana bitta yo'nalishda iqtisodni rivojlantirish va yangi texnologiyalarni iqtisodga kiritish. Buni zamirida nima yotadi? Buning zamirida ilm, bilim yotadi-da. Mana shu agar biz malakali kadrlarni hal qilmasak, malakali kadrlarni yetishtirmasak, bu iqtisodiyotni boshqara olmaymiz. Shuning uchun ham muhtaram prezidentimiz mana 2026-yildan boshlab to 2030-yilgacha davrda malakali kadrlarni yetishtirish bo'yicha alohida bir dastur qilinishini va bunga juda katta e'tibor qaratilishi haqida alohida to'xtalib o'tildi. Seminarda qayd etildiki, murojaatnoma mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish, yangi O'zbekistonning ilmiy va texnologik rivojlanishi, milliy taraqqiyotimizni yangi bosqichga olib chiqishda muhim bir dasturdir. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, barcha yangiliklar va rejalar zamirida odamlarni rozi qilish, inson qadrini oshirish, hayotimizni yanada yaxshilash g'oyasi ustuvor bo'lmoqi lozim.